Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz ana ukam bilan baliqqa ketyapmiz. Hammaga salom. Mana biz yo'lda ketyapmiz. Mana bu joylarda soylar bor. Shu yerda baliq tutamiz. Oldingi videoda loyiqa soylar. Bu safar endi oldingi manzilga yoki boshqa bir manzilga boramiz. Ko'rdingiz, oldingi manzilimizda faqat kichik raqalar ilindi. Endi iloji boricha uzoqroq borsak, bir kattasi nasib qilar degan umid bilan ketyapmiz. Oldingi vaqt tutgan joyimizga salkam yetib keldik уже. Mana. Manzarani ko'ryapsizlar. Ana bloger. Baliqchi bloger. Mana oldingi safar biz bu tomonda baliq tutgandik. Endi biz esa uzoqqa borishga niyat qilyapmiz. Chunki hozir bu tomonda faqat bizga kichikroq laqilinyapti. Xudoga shukr, yaxshi laqilinyapti. Просто bizni niyatimiz katta baliq tutish. Shuning uchun uzoqroqga borsak, uzoqroq tomonda soyda bosh tomonda katta laqalar bo'ladi degan umiddamiz. Endi aniq bir manbaga ega emasmiz. Katta laqa bor degan. Shuning uchun men hozir shuga qarab yo'l olamiz. Jayligini ko'rgan, Abdusni ko'rgan. Mana do'stlar, baliq tutishga joy topganga o'xshaymiz. Shuncha yurdik. Yursak ham mol yurdik. Narigi taraflarda shuncha yurib keldik, tikanakzorni o'tib, tikanga bosib, oxirgi ashaqqa keldik. Sal tushishga qiynalsak kerak, lekin ashaqqa qanaqadir orqani tortib tushishimiz mumkin. Lekin joy zo'r ekan. Mana shu joyda qarmoq tushish uchun mana shu joydan tushmoqchimiz. Ashaqqa qoziq qadab tushib ko'ramiz. Qani ukam? Mana o'zimizda ip olganmiz, har xil. Muhimi mustahkam ip bizni bemalol ko'tara oladi. Shunaqa joylarga tushish uchun obязательно olganmiz. Yana endi bunaqa joylarda bog'laganda jing'il fangal yo'q endi. Obязательно bizga nima kerak bo'ladi? Bizga kerak bo'ladigan narsa bu qoziq. Qoziqda olganmiz. Hozir ipni qoziqga boylab, qoziqni yerga yaxshilab mahkamlaymizda paskarab tushamiz. Mana qoziqni oldik. Qolgan yerimiz bu tomon. Mana ko'ryapsiz, bu tomonni sal trisheniga ketgan, shuning uchun sal bu tomroq qadimiy qoziqdi. Ipni yaxshilab olamiz, cho'zib. Ipni ko'ryapsiz, uzunligini mustahkam ip, muhimi bu to'qilgan ipda bular hammasi. To'qilgan iplar mustahkam bo'ladi har doim. Hammasi bir xil ip. Mana qoziqda mahkamlagan bo'ldi yerga yaxshilab. Mana tekshirib ko'ramiz. Endi mana sekin ipni otamiz pastga. Ko'rasiz, ipni otishimizdan keyin mana otib olamiz yana. Bo'ldi, bizga tushimizga angacha yetsa bo'ldi, bu yoqqa sekin tushib ketamiz. Chiqish ham unchalik katta muammo bo'lmaydi bizga. Qani davay. Sal ehtiyot bo'lib. Bu ipni roq qo'ying. Shunda yomon hayajon o'tyapti, to'g'risini aytsam, birinchida tushim. Ehtiyot bo'lish kerak. Tavsiya etmayman shaxsan o'zim bu yerga tushishga, bunaqa yerlarga. Mana ehtiyot bo'ling. Mana. Uni deyarli tushdim desam ham bo'ladi. Bu yerga bemalol oyog'imni qo'yib yursam bo'lar ekan, mana. Mana burchaklar yaxshi yumshoq, bemalol oyoq qo'yib yurgan bo'ladi mana. Ipsiz ham tura olaman, mana ko'ryapsiz. Endi faqat shuni sekingina yerga tushgan bo'ldi. Tek yerga.
Oy oy oy. To'g'rini aytsam, baliq ovida alpinist samolyotga kerak deyman-da. Chunki birinchi marta bilan tushishimni soldingi videoda ham mashina tushgandek. Ana oxir tushib oldim. Bo'ldi, zo'r. Joy atos berasiz zo'r. Kuttir endi senga sumkalar berib yuboraman. Davay. Uch. Uch. O, ana yaxshisi. Ana 2 metr bo'ldi. Mana shu keldi. Bo'ldi. Bo'ldi, yetadi. Mana endi akam tushyapti. Faqat ehtiyot bo'ling ey. To'g'ri yomon tushlaygan. Ana. Mana shu yerga narsalarni tushirib oldik mana hammasini. Mana endi akam tushishini kutib o'tirman. Aniq yaxshi emasligi. Juda ham xavfli-da bor. Ip uzilib ketsa ham onasini yemsin. Bu kuningga maymunlar yig'laydi bo'ladi. Yeba! Ipimiz tepaga uchib ketdi, mana ko'ryapsizlar uzilgandan. Voy onasini yemsin. Mana tushib oldik. Endi chiqishimiz bo'ladi. Yema. Mana biz o'sha tushib bo'ldik, akam kelamiz mana. O'sha ketyapmiz mana. Manzarani qarang, go'zalligini qarang buni. Joyimiz mana prям perfect deydi-yu. Xuddi shunaqa joy. Bizdan faqatgina endi qarmoq tashlash qoldi. Mana joyga joylashib ham oldik. Mana kechakni yechib olaman. Kechakni yurish yomon qiyin. Cho'lchangda bilamiz bo'ldi. Cho'lchangiz juda ham katta jarohatlandi. Olib kelish jarayoni ko'rdingizlar, juda ham qiyin bo'ldi o'zi ham. Bu yerga kelamizgacha oldingi baliq tutgan joyimizdan ham o'tdik boshqa joyga. Biz atak shu yerda qolsak bo'lardi. Bizning niyatimiz endi kattaroq laqab bo'lgandan keyin shuning uchun bu yoqqa keldik. Qarmoqni bo'ldik, cho'lchangni ham tayyorlab bo'ldi, endi otamiz. Mana bismillah. Yaxshi tushdi. Endi oqim bilan ashtirib turadi. Biroz turadi. Kutamiz endi. Endi boshqa qarmoqlarni ham qo'yamiz. Mana azizlar, ikkinchi qarmoqni ham tashladik уже, mana ikkita qarmoq. Ikkita qarmoqni tashlab qo'ydik. Azizlar, mana qarmoqlarni hamma tashlab qo'ydik, ko'ryapsiz. Bu yerga 4 qarmoq tashladik. Narida qarmoq bor, u hozir maybe gruzilar sal og'irroq bo'lgan so'zga kirib ketdi u. Ko'rmayapsiz, u don qarmog'imizda u. Oxirga tashlab qo'ydik buni. Bu qarmoqlar popoyishni qarmoqlar bu tomonda endi hammasi. Yaxshi bo'lsa balig'ini qo'yadi endi. Endi kun qizdirishni ham boshlaydi. Shuning uchun biz endi o'zimiz uchun boshpana quramiz endi. Mana shu joyga chaylami boshpana qurmoqchimiz. Tepasini bo'z qilib Yong'oq texnologiyani qaranglar. Yog'och qadab unaqa qo'ydik. Mana videoga olib turish uchun. Chayla qurayotganimizni. Chaylamiz ham shunaqa bo'lyapti tepasi. Endi boshi sal qaroqroq bo'lsa kerak, keyinroq to'g'rilasak kerak. Mana shu joylarni yopib, ash qilib Cherebiyak cho'chang qochib ketdi. Voy, baliqni ham bilmadim, hozir qochdi ana. Ko'risizmi bu yaqindan? mana chaylamiz ham tayyor.
Mana bu yerda anaqasiga yopganmiz. Soya tushib turish uchun. Tepasini anaqasiga bo'z bog'ladik. Mana. O'tirsak ham bo'ladi. Cho'ta shu вообще baliq tushmayapti. Obed bo'lgani uchunmi? Lekin men bu chuqur emas ekan uncha. Tizamdami kelib turibdi. Balki shungadir. Yana shu o'lcham yetib ketdi baliq. Shunaqa. Mana bir papochka tashakkan ilinmadi. Endi donkaga menchalik kichkina baliq olindi-yu, sразу yetib ketdi shu o'lchamga. Xo'p, naytam. Qayerdan bir baliq olib bugun omadimiz kelmayaptimi? Mana chalamizcha. Nasriyani naski. Baliq yo'q, nasriyani yo'q. Hamma yer bo'q orasida. Mana mazax yotibdi chaylan ichida. Tur desam, turmaydi. Turmayman. Dilboy tashay oyoqlari bilan. Charchadim deydi. Charchab yugurasizlar onasini o'zini. Kun ayamasdan qizdirib yotibdi. Bu axlar ham tutilmayapti. Bo'ldi, men qayerga yetaman endi. Oyoq quyoshda. Ana pastda set yo'q. Set bir ko'rgan ketyapmiz endi mana. Qaroqlar pastda turibdi. Qaroqlar hammasi. Mana bizni chaylamiz bu. Qarma poplovak turibdi. Bitta poplovak, qolgan hammasi donka hozir. Issiqda laqaya baliqlari suvda ostida bo'ladi. Gapirishimga e'tibor bermaysizlar. Kun issiq, havo yetishmayapti. Hech nima qilyapman. Ana qushlarni ham ko'rishingiz mumkin, ana qushlarni. Yig'ilib olgan qushlar hammasi yig'ilib turibdi. Sal kamera quralik qilyapti-yu, atak bo'ladi. Mana qushlar hammasi mana bu yerda turibdi. Mana soat salkam 12 bo'lib qoldi. Biz esa ovqatlanishni boshlab yubordik. Mana bunga ovqatimiz. Qisqasi nima desam bo'ladi? Buterbrod. Ichida tuxum, kapusta, pomidor, non, mana bratim yeyishni boshladi. Qorni och. Ertalab dedik hozir. Ko'rdingizlar yo'lda qanaqa qiyinligini. Shirincha. Ovqat juda ham shirin. Endi qorni och bo'lganda hammasi shirin bo'ladi. Shu yerda tutyapmiz. Narigi tarafga ham bordik, shunaqasiga. Aylanib o'tdik. U yerda ham yaxshi joy yo'q ekan. Narigi tarafda. Bitta chuqur emas ekan. Mayli, ko'ramiz, javob bo'lmasa oldingi joyga boramiz. Ikkita laqa tutgan. Xudo xolasa baliq tutilib qolsa kerak. Shu baliqim zo'rlardi bor. Shunaqa ichimdan kutyapman bor. Poplovlar yaxshi turibdi hammasi. O'zimiz ko'rib chiqdik turganini. Chotki turibdi просто. Jigarlar mana qisqasi ertalab kelib soat 7:30, 8 dan boshlab qarmoq tashlashni boshladik. Lekin to'g'risini aytsam yaxshi bo'lmadi. Joy sayozlik qildi, baliq ilinmadi. Mana video davomida ko'rgan bo'lsanglar, mana polni joylarga bu tomon, yana bu tomondan hamda narigi tomondan ham qarmoq tashlagandik, lekin o'xshamadi, baliq ilinmadi. Endi shu desak, baliq ilinmaganiga qarmoqlar yig'ishtirdik. Mana yerda chaylamiz ham bor edi, mana yerda. Вот это именно mana shu yerda chaylamiz bor. Chaylamizni ham buzdik. Chaylamizni tepasidagi bo'zlarni oldik. Endi baliq ilinmaganidan keyin boshqa joyga boramiz endi. Yana bilmadim, boshqa joyga boramiz. Normalniy bir chuqurroq baliq bor joy bo'lsa, shu yerga qarab qarashimiz, agar bo'lmasa, kechqurun boshqa yerga tashab ertalab ko'ramiz.